Mikrofonli tokga tiqdik. 178 volt kuchlanishimizni qo'shamiz. Chiroq yondi. Qo'l yaqinlashtirganimiz uzoqdan chiroq yondi. Ventilyator ishlayapti. Demak, bizada o'chirib turib mana bu blok ishlayapti. Undan keyin mana blok ishlayapti. Mana 3 ta konsert ishlayapti. Mana timer ham ishlayapti. Bizada ayb faqatgina mana bu kondensator, предохранитель yoki mana unda bo'ladi. Agar yonsa, hozirgi ko'rsatganimdek chiroqlar yonib, ventilyator aylansa, lekin qizdirmayotgan bo'lsa, 1, 2, 3, mana shu 3 tada ayb bo'ladi. Transformator kuyavermaydi. Katta ehtimol bilan 99.9% da transformator kuymaydi. Ungacha предохранитель bor, bu bor kuyib ketadigan. Agar yoqqansiz chiroq yonmasa, ventilyator aylanmasa, demak biza mana bu blok tiqarimiz, mana blok tiqarimiz bu bir. Uni eshikda konseklarni qaraymiz, chunki eshik ochganda tokni uzadigan narsalar bor. Sxema har xil yig'ilishiga qarab. Biza chunki eshik ochganda lampochka yonish kerak-ku, lampochka yonib turaveradi. Lekin bu yoqqa tok jo'natmaydi. Mana bu bor, keyin bular bor. Hozir mana ventilyator aylanmayapti. Eshik yopamiz, ventilyator aylanishni boshladi. Sikl ketdi.